Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Adobe Photoshopda rang, qatlam, filtrlar, animatsiyalar haqida gaplashamiz. Adobe Photoshop bu Adobe kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan va rivojlantirilgan grafik muharriri bo'lib, asosan rasmlar va dizaynlar yaratish, tahrirlash va ishlov berish uchun ishlatiladi. Dastlab 1987-yilda Thomas Klon va Jon Klon tomonidan yaratilgan va 1990-yilda Adobe tomonidan sotib olinib, tijorat mahsuloti sifatida chiqarilgan. Asosiy xususiyatlari: rasmlarni tahrirlash va ishlov berish, ranglarni o'zgartirish, yorqinlik va kontrastni sozlash, filtrlar va effektlar qo'shish, qirqish, burish va o'lchamini o'zgartirish, grafik dizayn va kompozitsiyalar, qatlamlar bilan ishlash, matn qo'shish va tahrirlash, 3D grafika va effektlar yaratish, rasm manipulyatsiyasi, obyektlarni olib tashlash yoki qo'shish, maskalar va blending texnikalari orqali sof o'zgartirishlar, professional fotografiya va retush, yuzni silliqlash, dog'larni yo'qotish, HDR tasvir yaratish, rasm detallarini tiklash va yaxshilash, AI ya'ni sun'iy intellekt asosida funksiyalar, General Field sun'iy intellekt yordamida obyektlarni o'zgartirish, Neural Filters yoshni o'zgartirish, uslubni almashtirish, avtomatik ranglash. Photoshop dasturining versiyalari: Photoshop KS seriyasi 2003-2012-yillar oralig'ida chiqarilgan versiyalar. Photoshop SS seriyasi 2013-yildan hozirgacha mavjud bo'lgan versiyalar. Photoshop Express mobil qurilmalar uchun yengil versiya. Photoshop Web bulutda ishlaydigan versiya. Kimlar foydalana oladi? Dizaynerlar, fotograf va retush ustalari, web dizaynerlar, rassomlar va illyustratorlar, marketing va reklama sohasi mutaxassislari, alternativ dasturlar, GMP bepul Photoshop muqobili, Color Paint Shop Pro, Effecting Photo, Canva oddiy dizaynerlar uchun. Adobe Photoshopning qulay tomonlari. Adobe Photoshop bu dunyodagi eng mashhur va qulay dizayn hamda Photoshop tahrirlash dasturlaridan biri. Uning asosiy qulayliklari quyidagilardan iborat: kuchli rasm tahrirlash imkoniyatlari, har qanday turdagi rasmlarni yuqori sifatda tahrirlash imkonini beradi. Ranglarni o'zgartirish, yorqinlik va kontrastni sozlash, tuzilgan joylarni tiklash kabi funksiyalarga ega. Qatlamlar, ya'ni lezerlar bilan ishlash. Har bir elementni alohida qatlam sifatida boshqarish mumkin. Qatlamlarni qo'shish, o'chirish, birlashtirish yoki effektlar qo'shish oson. AI ya'ni sun'iy intellekt yordamida Adobe Firefly va Neural Filters kabi sun'iy intellekt asosidagi vositalar yordamida rasmni tezda o'zgartirish yoki yaxshilash mumkin. Masalan, eski rasmlarni avtomatik rangda kiritish, yuz ifodalarini o'zgartirish yoki fonni avtomatik olib tashlash, katta formatdagi fayllarni qo'llab-quvvatlash, PHD, PNG, JPEG, TIFF va boshqa keng tarqalgan formatlarda ishlay oladi. Yuqori aniqlikdagi dizaynerlarni yaratish va bosma materiallar uchun ishlash imkonini beradi. Grafik dizaynerlar uchun moslashuvchanlik. IX dizayn banner yaratish, ijtimoiy tarmoqlar uchun postlar tayyorlash uchun juda qulay. Vektor va raster grafikini kombinatsiya qilish imkoni mavjud. Raqamli rassomchilik va illyustratsiyalar. Photoshopda maxsus cho'tkalar orqali raqamli san'at asarlari yaratish mumkin. Grafik planshetlar bilan
integratsiya qilinib, qo'l bilan chizish qulayligi ta'minlanadi. Video va animatsiya bilan ishlash. GIF va oddiy animatsiyalar yaratish uchun timeline funksiyasi mavjud. Video kliplarni tahrirlash va ularga maxsus effektlar qo'shish imkoniyati bor. Plaginlar va moslashuvchanlik. Photoshop uchinchi tomon plaginlarni qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa uning imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Adobe ekotizimi bilan integratsiya qilinadi. Adobe Photoshopda rang qatlam filtrlari tasvirni tahrirlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu filtrlar ranglarni sozlash, kontrastni o'zgartirish va maxsus effektlar qo'shish uchun ishlatiladi. Quyida asosiy rang qatlam filtrlari haqida ma'lumot berib o'taman. Adjustment layers moslashuvchan ranglar. Bu qatlamlar tasvirni tahrir qilishda moslashuvchanlik beradi va asl rasmga zarar yetkazmaydi. Asosiy rasm bilan bog'liq moslashuv qatlamlari. Brightness Contrast yorqinlik va kontrastni boshqarish. Layers qorong'i va yorqin joylarning balansini sozlash. Curves to'liq rang oralig'ini nazorat qilish. Express yoritish va qora sohalarni boshqarish. Hue va saturation ranglar ohangini va to'yinganligini o'zgartirish. Color balance rasm ranglar muvozanatini sozlash. Self color muayyan ranglarni tanlab o'zgartirish. Gradient map rang o'tishlarini qatlam sifatida qo'yish. Blending modes almashtirish rejimlari. Blending modus yordamida rang qatlamlari tasvir bilan turli usullarga o'zaro ta'sir qiladi. Mashhur rejimlar. Multilayer qorong'i effekt hosil qiladi, soyalarni kuchaytiradi. Scrod aksincha rasmni yengillashtiradi va yorqin qiladi. Overlay kontrastni oshirib, yanada jonli tasvir yaratadi. Soft light yengil yorug'lik effekt qo'shadi. Color faqat rang qatlamlarini tasvirga chiqaradi. Filters gallery bu menyu ichida rang va effektlar bilan ishlash uchun maxsus filtrlar mavjud. Blue filters tasvirni yumshatish. Sharpening filters tasvirni aniqroq qilish. Arcade filters san'atkorona effektlar. Color effects maxsus rang effektlari. Photo filter rasm filtri. Bu filtr ranglarni issiq yoki sovuq tonlarga o'zgartirishga yordam beradi. Masalan, warning filter issiq, to'q, sariq tus qo'shadi. Cooling filter sovuq, ko'k rang o'tkazadi. Sepia eskirgan rasm effektini yaratadi. Gradient map va soft color. Gradient map rasmning yorqinligiga qarab rangni gradient qo'shish. Soft color layer butun tasvirga bir rang qatlam qo'shish va almashtirish. Adobe Photoshopda animatsiya yaratish. Adobe Photoshopda animatsiya yaratish uchun timeline panelidan foydalanadi. Photoshop to'liq animatsiya dasturi emas, ammo GIF, kadrli animatsiyalar va oddiy harakat effektlarini yaratish imkonini beradi. Quyida Photoshopda animatsiya yaratish usullari va asosiy vositalari haqida batafsil ma'lumot beraman. Animatsiya turlari. Photoshop ikki xil animatsiya turini qo'llab-quvvatlaydi. Frame by frame kadrli animatsiya. Har bir kadr alohida chiziladi va qatlam o'zgartirishlari bilan yaratiladi. Bu usul GIF animatsiyalar uchun ishlatiladi. Timeline animation harakat animatsiyasi. Qatlamlarning vaqt bo'ylab harakatlanishiga asoslangan animatsiya. Adobe Effects yoki Premiere Pro'dagi keyframe animatsiyasiga o'xshaydi. Photoshopda animatsiya yaratish bosqichlari. Birinchi bosqich timeline panelini ochish. Windows
Timeline menusiga kiring. Create Film Animation yoki Create Video Timeline tugmachasini bosing. Agar oddiy GIF yaratmoqchi bo'lsangiz, Frame Animation'ni tanlang. Agar yanada silliq harakat qilishni xohlasangiz, Video Timeline'dan foydalaning. Ikkinchi bosqich qatlamlarni tayyorlash. Har bir harakat yoki animatsiya qatlami alohida bo'lishi kerak. Masalan, agar matn yoki rasmni harakatlantirmoqchi bo'lsangiz, ularni yangi qatlamlarga joylashtiring. Uchinchi bosqich frame by frame animatsiya yaratish. Agar Film Animation rejimidan foydalanayotgan bo'lsangiz, Timeline panelidagi Create Film Animation tugmachasini bosing. Birinchi kadrni yaratish. Mavjud qatlamni tahrirlang yoki yangi qatlam qo'shing. Yangi kadr qo'shish uchun Timeline panelining pastdagi plus belgisini bosing. Har bir yangi kadrda o'zgartirish kiriting. Har bir kadr davomiyligini tanlang. 0.1 sekund, 0.5 sekund yoki boshqa qiymatlar. Animatsiyani doimiy takrorlash uchun Looping Options'dan Forward'ni tanlang. To'rtinchi bosqich Timeline Animation harakat animatsiyasini yaratish. Agar siz video timeline dan foydalanmoqchi bo'lsangiz, qatlamlarni harakatlantirish uchun keyframe'lardan foydalaning. Timeline panelida qatlamingizni toping. Pozitsiya, opacity, transform kabi parametrlarga keyframe qo'shing. Obyektni vaqt bo'ylab harakatlantirish. Position yoki opacity parametrlari ustida keyframe qo'shish orqali animatsiya hosil qilish mumkin. Twin effect. Agar animatsiyani silliq qilishni istasangiz, twin funksiyasidan foydalaning. Photoshop animatsiyasi bilan ishlash bo'yicha maslahatlar. Agar har bir kadrning vaqtini to'g'ri sozlash, juda tez yoki sekin harakat qilmang. Twin funksiyasidan foydalanish harakatlarni silliq qilish uchun yordam beradi. Smart Object ishlatish kattalikni yo'qotmasdan transformatsiya qilish imkonini beradi. Layer Max yoki Opacity animatsiyasidan foydalanish har bir obyektni asta-sekin paydo bo'lishi yoki yo'qotilishini yaratish uchun. GIF sifatini pasaytirmaslik. Save for Web orqali eksport qilishga, rang va siqish sozlamalarga e'tibor bering. Tayyor animatsiyani saqlash. GIF sifatida saqlash. File, Export, Save for Web formati GIF formatda. Colors 256. Looping Option Forward. Save tugmachasini bosing. MP3 yoki video sifatida eksport qilish. File, Export, Rendering Video formati H246 MP3. Resolution 1080p yoki kerakli o'lcham. FPS esa 24 yoki 30 kadr soniya uchun. Export tugmachasini bosing va GIF saqlanadi. Bugungi mavzu shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.